Sajdada oyoqlar ko'tarilib yerdan uzilishi bilan namoz buziladi deyishadi. Haqiqatdan ham shundaymi? Bismillahirrohmanirrohim. Bu masalada ulamolarimizni turli xil fatvolari bor. Imom Quduriy rahmatullohi alayhi, keyin Xoharzoda, yana ba'zi bir ulamolar sajdaga borgan odamni oyog'i sajdaga tegib turishligini farz deydilar ular. Farz deydi. Demak, o'z-o'zidan oyoq uzilib 3 tasbih miqdoricha, ya'ni sajdani boshidan boshlab oxirigacha oyoq yerdan uzilib turadigan bo'lsa, namoz buziladi deydilar. Juda bularning fatvolari og'ir, qattiq. Endi ba'zilar Ibn Obidin rahmatullohi alayhiga o'xshaganlar, ya'ni ko'pchilik ulamolar, oxiringi gap shu, bular sajda qilgan odamni oyog'i sajda qildi, oyog'i yerga tegib turishligi, ko'tarilib ketib qolmasdan, tegib turishligini bular vojib deydilar endi. Ko'pchilik ulamolar mana shu fatvoni olgan endi. Demak, bunaqa ulamolar aytadiki, 3 tasbih miqdoricha, ya'ni oyoq yerdan uzilib tursa, unda o'z-o'zidan bu odam makruh ish qilgan bo'ladi deydi. Namoz buzilmaydi-yu, makruh ish qilgan bo'ladi deydi. Demak, baribir nima bo'lganda ham bu masala juda ham nozik masala. Namozga bordikmi, albatta peshonamiz yerga tegdimi, albatta oyog'imiz ham yerga tegib turish kerak-da. Oyoq barmoqlari, ya'ni barmoqlar imkon bo'lsa qiblaga sal bukilgan holatda mana shunday yerga yaxshi yopishib turish kerak. Ana shunda namozlarimiz chiroyli mukammal bo'ladi. Alloh saqlasin, agar bunaqa sajdani boshidan oxirigacha oyoq uzilib yerdan ko'tarilib turadigan bo'lsa, ba'zi bir yoshlarni ko'rib qolamiz, shu boshi sajdaga yetib yetmasdan turib oyog'i ko'tarilib ketib qoladi. Unaqa holatda namozga yaxshila, ya'ni nuqson yetib qoladi-da. Shuning uchun namozda shoshilmasdan oyoqlarni chiroyli yerga tekkizib turishligimiz bu ayni muddao bo'ladi. Vallohu a'lam bissavob.